Assalomu alaykum. At-takallum 4-bo'lim. At-taam ya'ni ovqat qismining ba qismi. Maza tatlubu mavzusida, nima talab qilasan mavzusida al-qawaid bosqichiga yetib keldik. Al-qawaid bu qoidalar degani, qoida qismiga. Xo'p, grammatik qoidalarni ko'rib chiqamiz. Al-idofatu degan qoida ekan. Al-idofatu degani qo'shish degani. Qo'shimcha, qo'shish degani. Xo'p, qanday? Mana bu yerga qarasak jadval bor, sariq jadval. La hayzil amsilata ma'al muallim. O'qituvchi bilan misollarni mulohaza qil, ko'rib chiq. Idofa degani qo'shish degani ekan. Demak, bu yerda so'z birikmasi haqida ketadi. Ya'ni qoimatun bu yerda ro'yxat degani. Endi o'shani at-taomga qo'shamiz. Qoimatut taami. Taom demak, taom ro'yxati. Idofa ikki turga bo'linadi. Birinchisi mudof hamda mudof ilayhi bo'ladi. Mudof bu gapning birinchi bo'lagi, mudof ilayhi esa gapning ikkinchi bo'lagi. Mana bu yerda qoimatu bu gapning birinchi bo'lagi mudof, ikkinchi bo'lagi at-taami mudof ilayhi. Xo'p, aytib o'taman, doimo mana bu mudof qarang, al aniqlik artiklsiz kelyapti. Aniqlik artiklsiz kelyapti hamda undan keyingi mudof ilayhi esa al bilan keladi. Hamda mudof tanvinsiz keladi, oxiri mana un bo'lmaydi, tanvini bo'lmaydi, u bo'ladi. Hamda mudof ilayhi mana bu tarzda aniq bo'lib, oxiri kasroli holatda, ko'pincha kasroli holatda keladi. Kasroli holatda keladi mana. At-taami. Xo'p, ana endi misoldan ko'rib chiqamiz. Qoimatut taami, taom ro'yxati. Bu yerda qoimatu mudof, at-taami mudof ilayhi. Qomusun bu lug'at kitobi. Qomusu Muhammadin, Muhammadning lug'at kitobi. Qomusu gapning birinchi bo'lagi mudof, Muhammadin gapning ikkinchi bo'lagi mudof ilayhi. Xo'p, asirun sharbat. Asiru laymunin, laymun ya'ni limon sharbati. Qarang, aytganimizdek, mana mudof ilayhi al aniqlik artiklsiz ham keladi. Aniqlik artikli bilan ham keladi. Mana laymunin aniqliksiz kelyapti. Asiru laymunin, lekin oxiri mana in bo'lyapti, tanvin bo'lyapti. Endi chunki al yo'q. Shashatu ekran, shashatu arudin, demak monitor, ya'ni arudin taklif degani bu yerda, ya'ni taklif ekrani, ko'rsatish ekrani deyapti. Projektor, ekran degan ma'noni bildiryapti. Xuddi shu kabi mana bu endi ba mashqini sil alif ma'a ba litukawwina idofatan kama fil misal. Misoldagi kabi izofalar, joylashgan izofalarni qo'sh deyapti endi mana. Xo'p, o'zi qo'sh qo'yibdi birinchisini. Shari'u ko'cha bo'lsa, at-tahriri ozodlik, ozodlik ko'chasi. Mana gapning ikkita bo'lagi qo'shildi. Idofa bo'ldi. Unvanu manzil bo'lsa, misol uchun baytini qo'yamiz. Unvanul bayti, uyning manzili. Shu kabi biz o'zimiz qo'shib chiqamiz. Xo'p, mana bu ta'ni ham xuddi shu kabi tepadagi moslarni qo'yamiz. Ana endi bu yoqqa qaraymiz. Anwa'ul jam'i, ko'plik turlari. Ko'plik turi demak la hayzil amsilata ma'al muallim, o'qituvchi bilan mulohaza qil misollarni. Endi diqqat qilamiz. Arab tilida ikki xil ko'plik bor. Birinchisi ya'ni jam'ul salim hamda jam'ul taksir. To'g'ri ko'plik hamda siniq ko'plik. Jam'ul salim bu to'g'ri ko'plik. Jam'ul taksir bu siniq ko'plik. Mana bu yerda misolni berib qo'yibdi. Bu yerda qarang. Jam'ul muzakkaris salim to'g'ri, demak muzakkar ko'plik. Mufrodunga aqilun, ya'ni mufrod aqilun aqlli insonlarga nisbatan bo'lyapti bu yerda. Xo'p, misriyun misrlik degan. Misriyuna bo'lsa mana bu cho'ziladi, misrliklar bo'ladi. Mana misriyuna. Haula'i misriyuna. Bular misrliklar. To'g'ri ko'plikda faqat oxir o'zgaradi, boshi o'zgarmaydi.
Oxiri o'zgaryapti. Qarang, una qo'shilyapti. Yoki mana bu yerda muallimin, muallimina. Bu nasb hamda jar holatlari. Ikhwati ya'maluna muallimina. Akalarim muallim bo'lib ishlashadi. Bu yerda qo'shimcha qo'shilgani uchun muallimina bo'ldi. Muallimuna bu bosh kelishda bo'ladi. Xo'p, uchinchisi endi jam'ul muannasi salim. Endi to'g'ri muannas, ya'ni ayol jinsidagi ko'pliklar. Haula'i talibatun mujtahidatun. Bular tirishqoq talaba qizlar. Qarang, men talibaga talibatundagi to'y marbutani olib tashlaymizda oxiriga atun qo'shib qo'yamiz. Shunda to'g'ri muannas ko'plik bo'ladi. Yoki fi Turkiya jami'atun kathiratun. Turkiyada universitetlar ko'p. Endi mana mufrodatunga atun qo'shyapmiz. Aytdim mana jami'atunga to'y marbutani o'rniga atun qo'shyapmiz mana. Misol qilib qo'yibdi. Ana endi 5-inchisi yastaqbilu abi-duyufa. Otam mehmonlarni kutib olyapti. Bu siniq ko'plik. Ya'ni duyufunni ko'p birligi doifun bo'ladi. Doifun. Demak, bunda faqat oxiri o'zgarmayapti. Bunda boshi ham o'zgaryapti mana. Bu emas, do bo'lyapti, doi. Sukun bo'lyapti ya. Hamda mana vov tushib qolyapti. Mana bu doifun bo'lyapti. Jamoat taksir bu siniq ko'plik deganida. Xo'p, mana yoki ufaddilu al-fata'ira bil jubani. Ya'ni mana bu xohlayman deyapti, ya'ni fata'ira pirogni pishloq bilan pirog xohlayman deyapti. Bu yerda ham demak siniq ko'plik bo'lyapti. Piroglarni, ya'ni piroglarni xohlayman, pishloq bilan piroglarni xohlayman. Shu tarzda mana bani endi biz nima qilamiz? Mana bu gaplarni o'qiymizda yozib qo'yamiz orqasiga mana aytga misolini. Ya'ni qoidasini jam'u muannasin salimun. Chunki mana muannas so'zda akulu thalatha wajabati fil yawmi. Wajabatin fil yawmi. Ya'ni bir kunda 3 mahal ovqat yeyman deyapti, ovqatlanaman. Bu muannas ko'plik, chunki wajabatin muannas so'z bo'lgan, tagiga chizib qo'ygan mana. Ikkinchisi misol uchun sallatul muhmalati khalfal babi. Chiqindi qutisi demak eshikning orqasida. Bu ham demak muannas ko'plik bo'ladi, chunki muhmalati ko'plikda muannasda. Jam'u muannatin salimun tarzida yozib qo'yamiz. Muzakkar bo'lsa muzakkar ko'plik, muannas bo'lsa muannas siniq yoki to'g'ri yozib qo'yamiz. Bular ham xuddi shu kabi bo'ladi.